Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun yani 26 yanvar kuni Irlandiyaning poytaxti Dublinda Irlandiyadagi muhojiratdagi Uyg'urlarningki tunji Uyg'ur tashkiloti bo'lgan Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyati qurilish kuni bo'ldi. Bu munosabat bilan biz bugun Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining qurilishida asosiy rollarni olgan David O'Brien efendimni ziyorat qilmoqchimiz. David O'Brien efendim, ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun sizga ko'p rahmatimiz bildiramiz. Oldi bilan o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tish bilan birga Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatininki qurilish haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Please introduce yourself and tell us a little bit about your journey to establish Irish Uyghur Cultural Association. So my name is David O'Brien. I'm an academic at Jagiellonian University in Krakow, originally from Ireland. Benim ismim David O'Brien. Ben bir akademik. Sorry, I didn't get the university that Jagiellonian University. Jagiellona Üniversiteden. You are the Jagiellona University. You are in the Jagiellona. Yeah. Ben Jagiellona Üniversiteden. Ben İrlandiyalık. And I first traveled to the Uyghur region back in the early 2000s. Ben tunji qitim Uyghur diyarıga 2000 yılı bargan. And I lived there for a number of years, and during that time I got to know and experience the wonderful rich Uyghur culture and to meet wonderful Uyghur friends. Ben o yerde bir neçe yıl turgan, turuş jarayonimda Uyg'urlarninki madaniyati bilan tunish bilan birga yana Uyg'urlar bilan do'st bo'lib o'tgan. And those people greatly enriched my life. They taught me so much as a young man, but as things have happened, those people have disappeared from my life. Men şu yosh vaqtimki men uchun Uyg'ur diyoridagi kishilar menga shunchalik cho'ng ta'sirlarni ko'rsatgan. Uyg'ur diyorida bo'layotgan ishlardan keyin nurg'un kishilarni men aloqamni uzilib qoldi. So I feel a responsibility. I have the privilege of working in a university where I can speak, and I have a responsibility and a duty to those friends to speak out on their behalf, to be a voice for those that don't have a voice. Men mushu Uyg'ur diyoridagi do'stlarim uchun so'zlashni, ular deyamagan gaplarni qilishni o'zimning mas'uliyati deb qarayman. And so we have founded the Irish Uyghur Cultural Association, firstly to bring together the Uyghur community in Ireland. Mushu Irlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatini qurishdagi birinchi maqsadimiz Irlandiyadagi Uyg'urlarni birlikka keltirish. And to be a voice for those people, to support them, to highlight what is happening, and to acknowledge the support of the broader Irish community for the Uyghur people. Uyg'urlarninki ovozi bo'lib, Uyg'urlarni qo'llab, Irlandiyada Uyg'urlarning masalasini tunishtirishni maqsad qilgan. So what we're doing here today is launching an association that promotes and celebrates Uyghur culture, that promotes and celebrates those people who cannot speak or whose voice is silent, and to bring together the Irish and the Uyghur people to celebrate and speak and to acknowledge the importance of Uyghur culture in our world. Bu yerda Uyg'urlarni birlikka akilish orqali ularninki deyamagan gaplarni deyish, ularga yordam qilish, Uyg'urlar bilan Irlandiyaliklarning o'tirishidagi munosabatni texmo quyuq qilish bu jamiyatninki bir maqsadidir. And we are delighted and honoured that guests have been able to travel from all over the world. President Dulcan Isa is here, many other, Rushan Abbas has come and joined us, and other important Uyghur leaders have joined us today. Bugungi bu faoliyatimizga dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar qatnashdi. Germaniyadan Dulcan Isa, Amerikadan Rushan Abbasmo shu faoliyatimizga qadam tashrif qildi. And this is the beginning of what we hope is an association that builds, that most importantly is driven by the Uyghur community, is for the Uyghur community, and that we hope that as we build and develop our association, we will develop into something strong and powerful, but also something which celebrates Uyghur culture.
mush cemiyet arkalık biz Uygurlarni birlikte ekilip Uygurlarning madaniyatini tabriklash bilan birga Uygurlarning madaniyatini texmo rivojlantirishni umid qilamiz. And we are delighted that so many people from so many different backgrounds could join us today. We have politicians here, community activists, broad members of Irish society to come here to support the Uyghur people, and the huge turnout we have today is testimony to the support the Uyghur people have in Ireland. Bugünkü bu faaliyetga nurg'un kishilar qatnashdi. Masalan, siyosonlar, jiroq yerlardan kelgan odamlar bor. Shunday ko'p odamlar bu faaliyetga qatnashdi. Thank you very much. Thank you too. Hürmetli körürmenler, hem de ziyaret kılmakçı olan ezmekiniz olsa, bugün kurulgan İrlandiya Uygur Medeniyet Cemiyeti'ninki tunci reisi Jalaldin Yusupov akımız bilen birlikte turuptimiz. Hoş Jalaldin efendim, aldı bilen sizinki İrlandiyada tunci kıtım kurulgan Uygur bir teşkilatninki reis olup saylanganlığınızı çin kalbimizden tebrikleş bilen birge. Bu İrlandiyadaki Uygurlar hakkında, mesela Uygurlar kaçan kelgen, tuncu Uygurlar. Bu jarayonda hazır kelib turgan aralıqda Uygurlarniki qisqacha tarix haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammalarga. Shu bizning tarixiy İrlandiyada birinchi Uygurlar 2001-yilda kelgan. Shu vaqtlarda 20 semiyada kelib, biz bu yerda yashab bir-birini to'la bilmay, undan keyin 2001-dan 2002-yilgacha bir-birini topdik. Dublin shahrida yo'g'on ko'pdan bu yerda yashayotdi. Birisini tepib, undan keyin 22-yilda qurilishdi. Uygur jamiyatini men jigit bir şey bo'lib qoldim. Shu vaqtlardan tortib biz bilamiz, hozir hammamiz biz o'zamlarni, to'ylarni, o'yinishlarni yig'ilib, undan keyin xabarlarni eshitib, bir-biriga yordam berib, ashaq ishlarni qildik. Bolalarni o'rgandik, bir-birini yo'llarni kustib, ana maktablarga bordik, ingliz tilini o'rgandik. Shu ashaq 2002-yildan keyin hozirgacha, shu vaqtgacha Xudoyim buyursa hammalar chin bo'lib qoldik, ko'paydik. Biz hozirmiz kam desak 200 odamdek bor bizni İrlandiyada. Umum İrlandiyadaki san. Yo'q, u Dublin shahrining ichida. Butun İrlandiyada yana bor 3-4-5 semiyasi bor. Ular arilishdi, biroq yomon jiroq yerdan uchun ular o'zlarining ishlarini bo'lib, u yerda turib yashab, biroq pat telefonni uramiz, bir-birini bilamiz. Shu onun sonini bilmayman, qancha yerdan odamlar turdi. Shu 200 odamda ortiq bor. Ondan keyin hozir ko'p Uygurlar bizning universitet bitadi, kollejlarni bitadi, o'zimni firmani ochdi. Ko'p ishlaydi IT injineringda. Ko'pdan odamlar transportda ishlaydi. Avtobus, taksi, hammadan. Bir pilot bor bizda, Azizov kam. Umu yaxshi bol. Hamini bitadi. Aer Lingusta, Ryanair'da ishlagan bolalar bor. Ondan keyin finance ko'p bolalari ishlayotdi. Banking, accounting, auditing, ashtaq narsalarda ishlaydi. Social mediada ishlaydi. TikTok, Facebook, LinkedIn, shu taraflarni. Ko'p durust etsak, bizning odamlari ishlagan vaqtlar odamlari yeshinda hammalar ishlayotdi, 100% ishlagan odamlar. Ziyaretimiz qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat Jalaldin aka. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Hürmetli körürmenler, hem de ziyaret kılmakçı olan aziz mehmanımız olsa, İrlandiya Uygur Medeniyet Cemiyeti'ninki kurguçi heyetlerden biri bolgan İrlandiya Uygur Medeniyet Cemiyeti'nin icraya direktörü Nuriye Zeydin Hanım buldu. Ziyaretimiz qabul qilganingiz uchun sizga rahmat Nuriye Hanım.
Bugün sizlarninki İrlandiya tarixidagi tunji Uyg'ur tashkiloti qurilgan bo'ldi. Bundan sizni va sizlarning tashkilotinglarni Duq televiziyasi bo'lish suhbatingiz bilan tabriklash bilan birga sizdan so'raydigan savolim shu. İrlandiya hukumati, İrlandiya Kengash palatasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan davlatlardan birisi. Ondan sirtmush yaqinda İrlandiya parlamentida ham Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy shaklda e'tirof qildi. Sizlarninki yeni qurilgan tashkilot, jamiyat bo'lish suhbatinglar bilan buningdan keyingi xizmat planinglar qandaq va İrlandiya hukumati bilan qaysi xil shaklda xizmat olib berishni planlayapsizlar? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu cemiyetni bütün İrlandiyada yaşayotgan Uyg'urlar hepimiz beraber birlikte kelib, bizning bir madaniyatni tanıştırıp, özümüzning bo'lgan ahvolini İrlandiya davlatiga tanıştırıldı deb qurdik. Biz bu cemiyeti İrlandiya davlati kelib anglasa Uyg'urlarning masalasi çok bek uzaq bir yerdan masalada his qildim. Men ayolning masalalarini, ayollar bo'lgan bu depsanchilarni ayollar tashkilotlariga anglatish bilan balalar bo'lgan şeyini balalar teşkilatları anlatış. Ondan keyin mecbur emgek kaldırılgan mallar İrlandiyada setilişini to'sash orqali yavaş-yavaş İrlandiyaga anlatıp bizning masalamizga rasmiy ko'ngil bo'lib, rasmiy ovoz chiqarib İrlandiya. Bizning bu yerda turayotgan 200 necha İrlandiyalik Uyg'ur xalq uchun so'z chiqarishini umid qilamiz. Xo'sh, bugun biz Qurultay heyetidan aeroportga kelgan vaqtimizda meningki bir narsa diqqatim tortdi. İrlandiya xalqininki mijoz xulqi jihatdan bo'lsin, yurishtirish jihatdan, hatto mehmondo'stligi, qiziqqonligi jihatdan bo'lsin, Uyg'urlarga shaxsan men o'zim o'xshatganini his qildim. Ham Uyg'urlar bilan nihoyatda chiqishib, yaxshi o'tadigan ibodatdan David O'Brien apandimi to'xtalib o'tgan bo'ldi bu haqda. Siz buni qanday qaraysiz? İrlandiyalikmi Uyg'urga o'xshash musiqa naqsh usulini bek yaxshi ko'radigan, mehmondo'st hamda tarixda çok bek ezilgan bir millat. Ular yillarcha tarixda ezilib, o'zining İrlandiyada yashayotganidan 4tasi İrlandiyalik boshqa davlatlarga ko'chman bo'lib ko'chib ketgan. Tarixda Uyg'urlik bo'lgan zo'rliqlar İrlandiyaliklar yashagan. Shunga men o'ylayman, Uyg'urlar rasmiy o'zining davosini anglatasalar, İrlandiyaliklar rasmiy bizning yenimiz turib, bizning nima bo'lganligini qalbidan anglab düşünüp yetidi. Axırsıda ko'rinmanlarimizga İrlandiyadagi Uyg'urlar nomidan deydigan ko'ngil so'zingiz bormi? Hammaga rahmat. İrlandiyadagi Uyg'urlar bizni qo'llab qilganlik uchun çok rahmat aytamiz. Hamda Uyg'urcha o'rganib, bolalarimiz misha tug'ilgan, madaniyatimizni hech unutib qolmaylik. Ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Qaytadan sizlarni tabriklash bilan birga buningdan keyin ko'p texmi ko'p g'alabalarni, utuqlarni qozonishingizga tilakdoshman. Rahmat sizga. Men sizga rahmat aytaman. Bu yerga kelib bizni qo'llaganligingiz uchun hammaga bek rahmat aytaman. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida ko'rganinglardek bugun İrlandiya Uyg'ur madaniyat jamiyatining qurilish murosimi ilib berildi. Bu murosimga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi va qurultayning Myunxen markaziy ishxonasidan kelgan bir qism rahbarlar birlikda qatnashgan bo'ldi. Uningdan sirt Uyg'ur harbiy tashkilotining raisi Ro'shan Abbas xonim, Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya direktori Abdulhakim İdris apandi va uningdan sirt Angliyadagi Aziz Isa ataqliq shoirimiz Aziz Isa Alkun apandilar mo qatnashgan bo'ldi, qadam tashrif qilgan bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, İrlandiya boshqa davlatlardan, boshqa Yevropa davlatlarining farqli holatda Uyg'urlarni bir qadar yaxshi tonigan va İrlandiya xalqimi mijoz jihatdan, chiqishqoq jihatdan Uyg'urlarga bir qadar ko'proq o'xshagan bir millatgan. Bugun biz qurultayning markaziy ishxonasidan xizmatdoshlarimiz bilan İrlandiya aeroportiga, Dublin aeroportiga yetib kelgan vaqtimizda bo'lsa, bizningki qo'limizdagi murosimda çalmoqchi bo'lgan sazanlarimizning chalg'u asboblarini, ravobni, dudlarni ko'rib toniblam, shu yerdagi naq maydon muzik o'rindayotgan İrlandiyalik muzikantlar kelib, sizlar Uyg'urmi, sizlarni taklif qilsak chalg'u asboblaringlar bilan bizningki yerlik naqshlarimizga tankash qilib bergan bo'lsanglar deb shu darajada qizg'inlik bilan bizni kutib olgan bo'ldi. İrlandiyaning poytaxti Dublinda aeroportda
müzik orundayotgan muzikantlar qo'limizga chalg'u asboblarni ko'rib, bizning qayerdan kelganligimizni so'radi. Uyg'ur ekanligimizni anglab, Uyg'urlarni taniydiganligi va chalg'u asboblarini to'liq anglab baqisbaligini aytdi. We're going to do a song all about returning back home after going on a mad one, which is what some of the people here will be at in coming back from Dublin Airport. This is a song called The Wild Rover. Hazır ravab tankash qilib bir müzik chilishga urinmoqchi. Confess when I go, and I asked them to pardon their prodigal son. I'm glad of her best me I have times before. Onundan sır Davut O'Brien efendimning deb o'tgandek bu yerda Irlandiya xalqi va hukumati bilan Uyg'urlarningki munosabat nihoyat yaxshi shaklda ilib berilibdi. Onundan sirtmi Irlandiyadagi Uyg'urlarning soni oz bo'lishi qarmay bu yerda yetishib chiqqan Uyg'ur o'g'il qizlarimizninki har xil muhim yerlarda jumladan ushquchilikda bo'lsin, hukumat organlarida bo'lsin va boshqa muhim bo'lgan dunyoviy dongliq shirkatlarda bo'lsin ishlashi bizni boshqa bir iftixorlantirdi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz beshakchi bo'lsin. Irlandiyaning poytaxti Dublindan hammanglarga o'tqiq salom. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Allohga omonat bo'linglar.